Do'stlar, biz bugun G'uzor tumanini Lola Kabob festivaliga tashrif buyurdik. Bu yerda qanday bayram bo'ladi, buni xudo xolasa ko'ramiz. Bu yerda asosan konsertlar bo'ladi ekan, hamda tandir bor-ku, go'sht, jiz, tandir. Shuni festivali bo'lar ekan. Bilmam, musobaqa bo'lsa kerak-da. Sizlarga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli momentlarni ko'rsatishga harakat qilaman. Aytishlari bo'yicha bu yer juda ham katta lolazor ham ekan. Ketdim, videoga like bosib qo'yinglar, ko'rishdan oldin hamda choy damlab olib, maza qilib ko'rsanglar bo'laveradi. Ketdik. Yechimlari to'g'risida bo'lib o'tadi. Mana Prokuror aytganda ushbu eshitilish orqali siz tez hojatga chiqish, hojat paytidagi qiyinchiliklar va jinsiy zaiflik kabi muammolarga yechim topishingiz. Odamlarda qanchadir qismi qaytyapti, erta kelganlar menimcha. Odam ko'pga o'xshaydi. Ko'rasizlarmi? Qaranglar, sizlarga qiziq narsa topdim hozir yetay deganimda. Mana tushaman. Mashina haydashiga bu yoqqa ochiladi menimcha. Buni internetda ko'rgandim, G'uzor retro mashinalari. Qiziq narsa. Bu qaysi marka ekan o'zi bu? Bu o'rislarga bu mashina. Kerimda turibdi, meni tushiraveradi. Aka, mashina zo'r ekan, nima ish qilasiz? Bu bizdan emas aka. Aytib qo'yavering, internetda hammasi o'ziniki emas. Necha? Men hali avtobloger emasman, bilinman va obzor qilish uchun bunaqa mashinalarni. Rasm oldingmi? Raqami ham bor ekan. 208. Tadbir ham endi boshlanyapti ekan. O'ramni qaranglar, sizlarga ko'rsataman hozir. Qayerda go'shtlar yaxshi qilyapti, qayerda chiroyli holat berdi. Wow, bunchalik tushini qaranglar. Bu yoqda naveslar ekan. Anjan marojna. Anjandiki rostdan. Aşağıdan kelganmi? Anjandan kelganmi? Malades. Qayda yo'q Anjan marojna? Anjan marojna qayda yo'q? Hamma joyda bor. Marsda ham bo'lsa kerak. Barakasini ber. 500 O'zbekistonga keladi. Bu yerda hozir qanday tadbir bo'lyapti? Endi asosan boyagi hokimiyat tomonidan uyushtirilgan chiroyli nima deydi? Ko'klamda undan keyin shu G'uzordagi barcha tandir pishiruvchilar yig'ilgan, mana o'zlari pishiryapti. Bellashgan yig'ilgan-a ular. Qaysi biri sizga ma'qul bu yerda o'zi? Doim borib yuradigan joyingiz? Doim yo'lchi bor. Yo'lchi otamidi? Keyin shoda tandir bor. Endi ko'p, hammasi omadsiz. Hammasi zo'r. Rahmat. Sizlarga hozir go'shtlarni, manzillarni kelgan brendlarni tanitishga harakat qilaman. Shu tandir festivali o'tib boryapti. Doim bo'ladigan tadbirmi bu? Shunday, ha. Bu yerda eng G'uzorning mashhur yaxshi tandirchilar yig'ilgan. Nechta bu yerda? 10 ta tandir eng zo'rlari kelgan. Manzil G'uzor tumanida. Ha, G'uzor tumani. Nomi Parda bobo. Omad tilaymiz sizlarga. Ha, bu ham G'uzorda joylashgan. Shunday, G'uzorda joylashgan. Eski bozorda oldida. Ha, G'uzor eski bozorga. bu nechinchi marta qatnashdinglar bu tadbirda? Tandirga? Tadbirda Biz birinchi marta qatnashdik. necha yildan beri bu bo'ladi o'zi? 10-15 yildan beri ana bilan shug'ullanamiz. Ha. Sizga necha yil oldi tandir bilan shug'ullanishingizga? 15-20 yil. Ha, o'zingizlarga? Ha, o'zimizga. Nechta shogirdlar bor? Shogirdlar hali endi. Oilaviy bu. Oilaviy. Taklif qilasizmi mehmonlarni? Taklif qilamiz tandir go'shtlarga. Kelaverasizlar. Nechta boshladinglar bu yerda ishni? Ertalab soat 8da. 8ga kelib boshlagan deydi. Necha kilo bosdingiz? 14 kilo aka xudo xolasa. Bitta shirvoz kichkina qo'zicha. Nasib. Yarim soat 40 minut tayyor bo'ladi xudo xolasa. O'z bosgandan keyin necha daqiqa turadi? 1 soat. Keyin go'sht kilosiga qarab, yoshiga qarab 1 soat 10 minut. Bitta sirni ayting, bir kunda ishxonada necha kilo sotasiz? Ko'p aka. Ko'p aka, ko'p. 500 kilo bormi?
bo'ladi. Kechga qarab har xil aka. Qayerlardan keladi mijozlar eng ko'pi? Respublika bo'yicha mijozlar bor aka. Respublika bo'yicha keladi. Jo'natishga, dastlabki qilishga xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Qayerga qachon kerak bo'lsa, aytsa jo'natib yuboramiz. Instagramlaring bor, topishib oladi. Instagram bor. Instagram bor, xuddi shunaqa nom bilan ochilgan Instagram. Buni Agar sizni nomingizdan kelsa, Nurli karvondan kelsa, skidkalar bo'ladi aka. bo'ldi, kelinglar, maza qilib go'sht. G'uzordachi zo'r qiladigan go'sht. Ha, shunday aka. Xudo xolasa. Charchamanglar, omad. Sog' bo'ling aka. Hormanglar, endi nominglar qani sizlarni? Ha, yo'lchi tandir bu. Bu O'zbekistonning eng mashhurlaridan. Yaxshimisizlar? Necha kilo bosdinglar? Bu taqib oling. Ishlaysizlar mayli, ya'ni yaqin qilib. Bu shans qoldirasizlarmi boshqalarga? Yo'q, hamma bu yerda. Hamma kuchliga bu edi. Nechinchi marta qatnashyapsizlar tadbirda? Tadbirda endi ko'p tadbirlar bo'lib turadi, bilmayman nechinchisi. Bunaqa tadbir bo'lganmi o'zi? Bu Lola kabob. Endi Birinchisi. bunday kattasi bo'lgan yo'q-ku. Endi ular tashkil qilganlarga rahmat. Shuncha tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab shuncha podдержка qilayotganiga rahmat. Necha kilo bosdingiz? Bitta shirvoz 15-16 kilo. 15-16 kilo. Necha daqiqada pishadi? Dolasi 1 soat. Bosgan paytingizdan boshlab 1 soatda pishadi bu, ha? Omadinglar bersin. Ha, rahmat. Bu yo'lchi tandir juda mashhur ekan bu yerlardan kelganini bildim. Hormanglar, bu Didor, ha? Didor. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Shuni taqib qo'y, cho'ntagingizga keling. Bu g'alabaga nima va'da qilishgan? G'alabadanmi? Go'sht demadingiz. Yo'q. Hammaga omad tilayman. Davay, hammani. Omad. Birinchi yoshiga tilaydoshim. G'uzor tandir va nomeradi. O'zbekiston bo'yicha shuni tashkillashga rahbariyatga rahmat aytamiz. O'zbeklarga tanish anosida. Qayerlardan bor mehmonlar? Butun Qashqadaryomi? Qashqadaryoda bor. Hozircha shularni ko'rib turibmiz. Narxi qancha endi boshlagandan keyin bilamiz. Necha kilo bosdingiz? 16 kilo. Necha soatda tayyorlanadi bosganingizdan boshlab? 1 soat 10 minut qo'yganman. Bir kunda necha kilo sotasizlar o'zi? Sirda ayting. Aytsam 200. Minus. sotaman. Omadingiz bersin, barakasi bersin. Sog' bo'ling. Hormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Sizniki qaysi? Ujol Qo'rg'on tadbirxonasi xudo xolasa. Bunisi G'uzor Qo'rg'on. Bu G'uzorda joylashgan. Bozorga joylashgan. Necha yildan beri bozordasizlar? Xudo xolasa 15 yildan beri bozordan. Mijozlar qayerlarda? saylining muhtaram mehmonlari. Qarshi shahar, Aha. Toshkent, respublika bo'ylab. Respublika bo'ylab. Respublika bo'ylab. turgan Dastavgachi. Dastlabki mutlaqo bepul. O'zbekistonning har qayeriga. O'zbekiston xalqiga. Buni Chegirma qanday? bonus. Raqamini ko'rib olasizlar bu yerdan. Faqat Qo'rg'onda bo'ladi. Faqat Qo'rg'onda bo'ladi, xudo xolasa. kayfiyat Necha kilo bosdingiz hozir? g'uzorchasiga qarshi 15 kilo shirboz qo'zini bosdik. Necha soatda tayyorlanadi? Xudo xolasa 1 soatda tayyor bo'lishga 10 minutdagi tadbir ochiladi. Xalqqa shu tumandoshlarimiz Tarqatiladi. Tarqatiladi. Bepul. Malades. Xalq maza qilsin. xalq maza qilsin. Omadinglarni bersin. qadrli aziz mehmonlar, Bekzod tumani hokimi. Hurmatli mehmonlar, hurmatli chiroyli tadbirimiz ishtirokchilari. Bugun Lola va kabob sayli festivali o'tkazilyapti. Bu katta bayram. Mana shu bayram bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Barcha G'uzor xalqi nomidan, yana mehmonlarimiz ham bor, xorijiy davlatdan kelgan mehmonlarimiz ham bor. Mana shu hammani bugungi bayram bilan o'z nomimdan, o'zim oila a'zolarim nomidan, hokimiyat jamoasi nomidan, xalqimiz nomidan chin qalbdan tabriklayman. Davlatimiz rahbari, hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan o'tkazilyapti. 2025-yilni 7-fevralida 44-sonli qaror qabul qilingan. Qarorda aprel oyida Lola va kabob sayli o'tkazish belgilangan. Lekin o'tgan yil yog'ingarchilik kam bo'lganligi uchun, dalalarimizda bunaqa chiroyli lola, chiroyli bunaqa manzara bo'lmaganligi uchun biz o'tkaza olmadik. Xudoyimga shukr, bu yil qanaqa bir barakali yil bo'ldi. Hamma joyda yomg'ir, fayzli bo'lib, chorvachilarimiz ham, dehqonlarimiz ham hammasi rozi. Shunaqa mana ko'ryapsizlar, chorvalarimiz ham hammasi semirib, butun chorvadorlarimizni kayfiyatiga ham ta'sir qilyapti. Shu o'rinda bu yilgi lolalarimiz ham har yilgidan ham chiroyli bo'lyapti.
Shu munosabat bilan 26-yilda aprel oyida biza lola va kabob sayilini sizlar bilan o'tkazishga rejalashtirdik. Bugungi bayramimiz ham juda ham bir ko'p musobaqalarga, bellashuvlarga boy bo'ladi. G'uzorni bilasizlar, G'uzor tandiri butun yurtimizda mashhur. Lekin G'uzorda hamma men zo'rman, eng zo'r tandirchi menman deb maqtanadi. Bugun xalqimiz mana shu yerda bor 14-15 ta tandirchilar kelgan, hammasining ichidan eng zo'rini tanlashadi bugun. Toshkentdan ham san'atkorlarni chaqirganmiz. Mana shu san'atkorlar bilan bugungi bayramni chiroyli o'tkazib, bu yilgi Lola va kabob festivalimiz bir mazmunli bo'lib, esda qolarli bo'lishini tilab qolaman. Bugungi Lola va kabob festivaliga start beramiz. Kattakon rahmat. Bugun ona tabiatimizni go'zal in'omi, bahorning ramzi bo'lmish lolalar tumanimiz jamoliga o'zgacha Bizga go'sht qizig'irog'i, bor go'sht olaylik biz. Xalqimizda lola poklik, yangilanish, yoshlik timsoli hisoblanadi. Qayerdan keldinglar? G'uzorda, qaysi qishloqdan? Yakkadar qishlog'idan. Lola sayillar bilan Yakkadaradan. Yakkadar. Qaysi tandirni ko'proq yegansiz? tumandoshlarimiz bilan birgalikda davom ettirishni niyat qildik. Yana bir bora Qaysini ko'proq? Qaysi bir hozir lider siz uchun? Demak, bugun sizlarni O'zi yaxshi ko'rganingiz-da? navolar, xalqimizning milliy an'analarga muvofiq milliy qo'shiqlar qolaversa, folklor namunalari umuman olganda Hammasiga omad. milliyligini ulug'lab ajoyib konsert tanlalarni siz uchun tayyorlaganmiz. Hozir esa sahnamiz markazida Qaysi birini ko'p yegansiz? viloyati namunali Hammasida maqom ansambl cho'la qarshiliklar bilan Hammasiga omad. Shu yigit G'uzorda hokimlari. Maqsad xalq kayfiyati. Xalqning kayfiyatini ko'tarish, xalqning madaniy oziqa olish mana Toshkentdan, viloyatdan katta san'atkorlarni chaqirganmiz. Bugungi tadbirda nafaqat G'uzor xalqi, Qamashi, Nishon, Qarshi viloyat tashkilotlari, xorijiy davlatdan kelgan turistlarimiz ham qatnashyapti. Vodiydan ham bor. Vodiydan ham kelishgan, mana Vodiydan mehmonimiz kelganlar. Shuning uchun hammani ishni omadini bersin. Nurli Karvon degan mana bizning blogerimiz bor, admini. Bu inson G'uzorning tarixini bizga ochilmagan qirralarni ochishga yordam beryaptilar. Siz bilan hamkorlikda ishlaganimizdan yana bir bor xursandmiz. Siz bilan bir aka-ukadek bo'lib qoldik, nasib bo'lsa. G'uzorlikdek bo'lib qoldik. Bugun propiskani ham hal qilamiz bugun. Kattakon rahmat, tandirchilarga omad tilaymiz. Bugungi tadbirda bir chiroyli kayfiyatda zo'r o'tkazishimiz kerak. Mana shu qatnashayotgan blogerlarga, matbuot xodimlariga ham kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Bular ham bizga yordam berish kerak bugun zo'rlarni aniqlashga. Kattakon rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Nima qilishyapti bu? Yo'l ochilyapti. Yo'l ochilyapti. Ha, yo'l ochilyapti. Keling, taqib. taqib oling. Keling, o'zim taqaman. Bu qani brendlar nomi? Brend nomi Og'izda. Bu Shohsaroy choyxonasining tandirlari. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, omadimizni bersa, birinchilikda olamiz. Xudo xolasa. Yonamiz. Necha kilo bosdingiz? 16 kilolik. Bir soatda pishadi bu ham. 1 soatda tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lib qoldimi o'zi? Ha, o'zi oz qoldi. 5 minut, 10 minut ochaman nasib. Ochakani chaqiring. Yonasiz, Xudo xohlasa. Keling. Omad tiladi bersin. Bunisi Shodi bobo, ha? Shodiba, keling, bunday taqib qo'yma o'zim. Shuni kezilib qoladi. Necha yildan beri go'shtasizlar? 49 yil bo'ldi aka. Omad tilayversin. Quvontirganlar, quvandizini davom ettiramiz, nevaralarimiz.
Bismillah. Qayerda manzil? G'uzor tumani Jaraliq mahallasi. Choyxonamiz hokimiyat orqasida milliy taomlar yangi ochildi. Sizlar oson topishadi. Raqamlar yo'q-a bu yerda. Raqamimiz bor korobkalar ustida. Voy, buni qaranglar. Ochmay turing, o'taman, ochmay turing. Voy, bunisi qaysi bu? Qaysi biri? Yangi Nihol. Nihol choyxonasi. O, malades. Trassa M39 yo'lda trassani bo'yida kelaverasizlar. G'uzorda-da bu yer. Xuddi shunday. Necha soat turdi bu hozir? Hozir bu 1 soat 15 minut Soat turdi. 15 minut. Tez. Tandirimiz chiroyli ishlaymiz. Qani ozgina tezlatasizlar, qolganlarga ham ulgib qolaman. Xudo xolasa tandirimiz ochildi. Bu qaranglar. Biri-biridan chiroyli tandirlar. Omadinglarni bersin. Oqshom choyxonasi Uloqda. Qayerda manzil? G'uzorga. G'uzor markazi. Chanoqqa. Oqshom uloq tandiri. Qani raqamingiz? Raqam mana ekan. Qachon ochasiz? Hali 15 minut. O'g'li chaqirasizlar. Bo'l. Kegingisi qaysi? Kegingisi. Pachkamar choyxonasi. Pachkamarmi? Qani Pachkamarni ko'raylik-chi. Bu tabiat qo'ynida kel, yaqinroq kel o'zim taqaman. Tabiat qo'ynida boshqacha bo'lsa kerak. Yaxshi bo'ladi. Pachkamarga bordim. Manzil qayerda? Pachkamar choyxonasi. Pachkamarda o'zida. Pachkamar o'ziga. Trassa yo'lda girdiga. G'uzorda Pachkamar degan joy bor. Juda ham chiroyli joy. O'sha yerga. Manzil ham o'sha tomonda. O'sha yerga. Raqamingiz qani? Yo Instagramingiz raqamingiz qani? 97lik 953 84 91. O'zbekiston bo'yicha dastavka. O'zbekiston bo'yicha dastavka bepulat. Evet, G'uzor tandirdan yeylar zo'r ekan. Endi hamma joyda o'zini mazasi bor, lekin bu yer ham ulardan qolishmaydi. Omadinglar bersin. Rahmat. Buni olaman. Sizga qarab, montaj mobaynida biz sizga tashib beramiz. Pachkamar choyxonasi. Assalomu alaykum. Bu G'ofur asl tandiri. Manzilimiz qayerda edi? Qorakamar. Qorakamar. Necha yildan beri tandir pishirasizlar? 5 yildan beri tandirchilik qilamiz. Ota kasb yoki shogird? Ota kasb. Sizdan kattalar degan. Omadinglar bersin. Qancha bosdingiz? 1,5 ton. 20 kilo. Necha soat turdi hozir? Necha minut turdi? 1 soat. Qanchada tayyor bo'ladi? 1 soat 20 minut. Yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha. Tandirni yeyman maza qilib deydiganlarga. Tekin, dastavka tekin O'zbekiston bo'yicha. Raqamingizni aytib oling, yo'q ekan bu yerda. 97lik 914 0991. G'uzor tandirdan yemasizlarchi bo'lmaydi. Omadinglar bersin. Voy, qani? Bismillahirrohmanirrohim. Pachkamari. Agar omadinglar bersin. Rahmat. O'zbekiston xalqiga xizmat qilishdan charchamanglar. Rahmat. Xo'sh. Bu archani qanday tanlaysizlar? Tog'dan toza joyidan maxsus har qanday archa bo'lib yurmaydi. Qorli joyni olib kelish kerak edi. Ha, bu ham yetishtiriladimi? Maydonakdan, ha? Bay, bunu qaranglar. Xodimlar oda bo'lmamizdan Shuni qo'yib turaydi idishga. Video olib kelaman. Kelaverasizlar M39 yo'lda G'uzor. Kelaverasizlar Qashqadaryo viloyati G'uzorda M39 yo'lda Yangi Nihol choyxonasi. Kelinglar. Mazza. Qani buni ko'raylik-chi. Men bu yoqqa o'taman. Voy, buni qaranglar, ey. Voy, buni qaranglar. Va, buni qaranglar.
Archani qaydan olib keldingiz? Tog'dan kelgan bu tog'da. Qaysi tog'dan? Oybek tog'ida. Oybek tog'i bor, xabardor bo'lgan bo'lsanglar. Bu sepekangiznimi? Chesmak bu. Damlama. Ha, chisnoydan bu. Sirlari bor-da buni. Hamma qilmaydi buni. Ha, Bu yerda ochilib- tandir nomeradin qiladi. Ochilib ketyapti siringiz. Ha, endi aytamiz endi. Ana shuni olib kelib, ta'mini ko'rib qani buni? Voy, bu qadar. Menga ham tutib turib ushlab beringlar, meni bitta rasmga olay. Qani? Baho beringlar. Tandirlari. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Voy, zo'r-ku, ha. Qaysi edi? Shohsaroy. Shohsaroy. Bay, buni qaranglar. Shohsaroy tandir. Bugun sizlarni kuy qo'shig'i davona, milliy raqslar, folklor chiqishlari, estrada xonandalarining chiqishlari. Qashqadaryo ahlimiz, chet davlatdan, Hindistondan ham Barcha bu mehmonlarimiz bor. Vodiydan akamiz kelganlar, respublikadan mehmonlarimiz bor. Tandirlarimiz ham bir-biridan ajoyib. Biz qasdan yurganmiz, endi chetdan kelib odamga baho bersa, qiziqarli va yaxshiroq bo'ladi. Bizni fikrimiz. musiqiy chiqishlar hozir e'tiboringizga havola Agar sizga taassurotlar qanday? tumanlar va albatta Toshkent shahrida Biz ko'proq vodiyga boramiz, gullar bayramiga boramiz. Yoki avtofestivalga boramiz. Sizga taassurot qanday bo'lyapti aka? Men birinchi marta duch kelishim bunaqasiga. Bunaqasiga birinchi duch kelishim. Uni endi hali ichimda o'tganini o'zim bilaman. Bu videoda ko'rayotganlar his qilsa kerak buni. Taassurot Zo'r, yaxshi. Taassurot yaxshi. Chunki bu birinchidan milliy taom Qashqadaryoda, G'uzorda bo'lib ham buni ko'rsatish undan ham boshqacha mazza. Omadini bersin hammani. Rahmat sizlarga ham. Yo, siz ko'ring, videoga olaman. Men olyapmanda. Qani bir ko'ring siz. Zo'ra. Bismillahirrohmanirrohim. Voh. qarang Akmal aka. Akmal aka bir borarlar. Assalomu alaykum. Akmal aka ta'mirlarimiz ochildi bo'lsa. Archasi qayerdan kelgan? Jexanabod, tog'dan. Bay, buni qaranglar. Qolsang aka, qolsang. Yesinchi. Voy, buni qarang. Voh. Idish yo'qmi? Ha? Issiqmi? Issiq ekan. Hozir pishib bo'lsa kerak-da. Tandirdan chiqdimi deyman-da? Hozir chiqadi. Ha? Ol buni, olaver, buni olaver. Shuni olib. Voy, buni qaranglar. Farda bobo, raqami mayda bor, buni qaranglar. Shu raqamlarda Maqtavkachi. O'zbekiston qo'y. Ochib qo'yibsiz, chaqirib beri. Jurilar nima dedi? Mashina olaman. Yo'q, buni olaman. 7.
Issiqqa davlat, ko'tarib ketma. Hamma kaloriya shundan chiqqan. Go'sht mazasini bari mana shunda. Sotilish jarayonida hamma shu boradi. Kosada addenni bilyonchasi o'zi. Bu xotinlar zo'rlik qilyapti, go'shtni bilamiz, tushunasizmi? Tamda, tam. Mazani bilan xotinlar. Erkaklar ichmasmi bu? Mana erkaklar ham bor. Ana ikkita ayol kishidan, ikkita erkak kishidan oldikda, bir xil tenglik bo'lsin. Erkak qilib Suv ichib. gullar festivalida erkaklar qo'shilmaydi bundan keyin. Qamashlar ham cho'riklariga ko'rki ekan. Qamashni xonandalar san'atkorlarimiz markazida baxshini taklif qilamiz. Chiroyli qarsaklar bo'lsa, qamashlar tashrif buyurgan. Bu hindlar ham tushunamikan go'shtni? Nima deyapti? Ukali bo'laman deyapti. Boshqalarga qaraganda eng yaxshisi mana shu ekan deyapti. Bu unik, ya'ni bir dona ekan deyapti. Bu ta'mi o'zining mamlakatidagi ko'nadigan baliq bor. O'shanga ham o'xshatib bordida. Shuning uchun yaxshi deyapti. Shuni aytadi. Lekin boya qo'rg'onda ham maqtadi. O'zi eng zo'r diktator Alin ekan. Eng zo'r Hindistonliklar go'shtga baho beryapti. Hop go'sht yeyishmaydi-ku, xudosi-yu. Hozir xuddi shu xulosani aytdim. Vodiyda mehmonimiz bor edi, Hindistondan bor edi, poytaxtdan bor edi. Ular hakam jo'raysa bo'lsa, odilona bo'lardi endi. Hammasi o'zimizga qo'yadi yana. Ha. Endi meni fikrim o'zim. Har qayerdan bo'lsa yaxshi ama. Xolis bo'ladi. Xolisona bo'ladi. Kanal mahallasi. Yo'ldasizlar. Kanal mahallasi. Yo'q, yo'q, boshqa bu. Hozir bo'lyapti. Bu ochkamar. Bu boshqa. Bunisi ochkamar. Qisqasi qayerda ko'rgansizlar bunaqa festival? Gullar festivalini ko'rgansizlar. Kurash o'yinlari bo'ladi, kurash festivallari bo'ladi. Lekin birinchi marta men duch kelishim. Balki Qashqadaryoda doim bo'lar. Surxondaryoda ham bo'lar yoki boshqa joylarda ham, lekin men shaxsan o'zim birinchi marta duch kelishim. Juda qiziq. Bu festival go'sht bahona bu yerda, asosiysi bu yerda tadbir, mana xursandchilik. Keling qani. Sharafga ham boring Alloh tandirga. Xohlasa. Xohlasa. Qalaga? Shef qanday deyapti, shef? Mazasi. Mazasi. Birinchi o'rin. Bu qaysi nomini ayting? Alloh tandir, chanam, Alloh tandir, nomer ading. Nomer ading. Uloq tandir. Uloq tandirda nominatsiyasidan birinchi o'rinni shunga berish kerak. Kurashi zo'r ekan. Natijalarda aytishami hozir? Natijalarda aytishami? Endi bahosida berasizlar-da. Senin jüri a'zosi. Yo'qdi. Qali aka, qaysi biri? Bir-biridan zo'r. Hammasi zo'r. Har bir tandir bir-biridan zo'r. Qarang aka, bir ko'ring. kichkinaroq. Aka bu tandirlar Qashqadaryoning oldi tandirlari. Ana shunday tadbirlarni tashkil qilgan prezidentimizga rahmat. Viloyat hokimi, kattalar rahbarlar hammasiga rahmat. Mana akamizga kattaga rahmat. Shunday tandirlarni cho'lda o'rtasida yetkazib, elimizga, xalqimizga tadbiq qilyapti. Bu bayramlar kundan kun bo'lsin, ko'paysin. Qachon Sobirov go'shagar kelyapti? O'zingizdan bir fikr bildirib o'tib ketdingmi? Yo'q, Ravshan Sobirov qanaqa go'shagar ekan ko'raylik.
Ha? Zo'r gapirdi. Bu shovqindi qaranglar rosa ham. Bu yoqda dam olib o'tirishibdi. Oma yarayapti odamlar bor. O yosh bolalar ham bor. Havuzi bormi? Havuzi bor. Baqayaptimi? Sen nima yegani kelding? Bugun ajoyib tantanlar. Tandir? Hali go'zal Qattiq ayt. Qattiq ayt. Tandirga keldingmi? Ijtimoiy tarmoqlar orqali Malladis. YouTube orqali siz bizga yaxshi tanishmoqchi. Assalomu alaykum G'uzor shahri. Avvalambor sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Va qolaversin bugungi festival mana bugun tandirlarni yeb to'rsini etsam, hozir mana birgalikda hokim buva bilan tandirlarni mazasini ko'rdik. Men ikkinchi o'rin topa olmadim, ajrataman, chunki hammasi bir-biridan zo'r. Chunki haqiqatan ham zo'r, eng zo'r tandirlari hammasi shu yerda. Maza qildi, birpasdan qorinlar ham chiqib ketdi. Shunga bo'lmaysizlar. Bundan ko'ra ko'p gapirgandan ko'ra konsert boshlaganmiz yaxshi, to'g'rimi? Qani qarsakinglar bilan boshlasa birgalikda. Yaxshilar balaro! Shu bilan videomizni tamomlaymiz. Videoga yoqqan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, iloji boricha like qoldirasizlar, like, izoh, fikrlarni va obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Xohlasa keyingi kutilmagan videolarimiz birgalikda davom ettiramiz. Hozir Qamashi tumanidaman, ilgari kuni kelganman. Taxminan 15-20 kun shu yerdaman va bu joyda tog'li hududlari go'zal joylarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Maydanak bor, Langarota va shunga o'xshagan juda ko'p joylar bor. Ularni hammasini ko'rsatishga harakat qilaman.